Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Kel. To'yni to'xtataylik. Sen bilan kelajagimni ko'rmayapman. Dugonalarim, tanishlarim oldida kimdagi odam bo'laman? Fotihasi qaytgan qiz demaydimi? Odamlarning gapiga tupurgan joyim bor. Vijdonsiz. Menam erkakmisan? Voy! Bo'lmaydi. O'zingga qara, mol. Sur aka. Voy, bu odamlar isi ham yo'qmi qo'ya. Dastavka olib keldim. Yaxshi qiz. Yaxshi qiz. Qaraymi? Dastavkangizni olib keldim. Qayda qo'y. Dastavka pulini berib oling. Maydangiz yo'qmi? Rahmat. Shoshmang. Beraymi, qaytmaysiz? Menga yordamingiz kerak. Qanaqa yordam? Qo'limdan kelsa, mayli yordam beraman. Xohlasangiz, bu uchun pul ham beraman. Nima qilish kerak o'zi? Yaqinda to'yim. Kuyov bo'lib berishingiz kerak. Hazırlaşmayam unaqa qilib. Hazillashmayapman. Fotiham buzilyapti. Dugonalarimga, tanishlarimga to'yim bo'layotgan haqida aytib qo'yganman. Xohlasangiz, yana qo'shib beraman. Faqat bir oy biznikida kuyov bo'lib yashab turasiz. Keyin hech narsa bo'lmaganda hammamiz o'z yo'limizdan ketaveramiz. Yo'q. To'g'ri kelmaydi. To'g'richining tanishlarim eshitsa ertaga nima deb o'ylashadi? Uzr. Qancha qo'shmoqchi edingiz? 2000. Kuryerligimni qila qolyapti. 3000 beraman. Bo'ladimi? Tushming. To'yimiz qachon shunda? Endi nima deysiz yana? O'zi bergan pul 3000 bo'lsa, buncha shartingiz ko'p. Men mashina sizga. Jentram. Yo'q, men ololmayman, 3000 bo'ladi. Dugonalarim oldida mashinasi bor, badavlat odamdek ko'rinishingiz kerak. Ha. Minib yurishimga bu nega? Suti boshingizni alishtirib, soch soqolingizga qarab olasiz. Suti boshimga nima qilibdi? Ha, bo'pti. Qarab ketaveraymi? Ketavering. Daveni siqib qo'yarsiz? Xudo beraman desa hech kelmasdi. Chao. Sharmanda qilib odam. Ey Xudo, o'zingga shukr, jentramen emas, hech o'ylamagan. Ko'ylaging bilan yarashibdi. Sizlar, hozir men sizlarni bo'lajak turmush o'rtog'im bilan tanishtiraman. Juda ham ochilib ketibsiz. Yarash. Sizlar bemalol ko'ylak ko'rib turaveringlar. Mana shu yerda o'tirib turaman. Zaynab, bo'yicha bittasiga yomon o'xshar ekan. Kimga? Biz ishxonamizga obed olib keladigan kuryer bolaga o'xshar ekan. Yo'q, nima deyapsan? Ahad ekan biznesmenlar-ku. Qanaqa kuryer? Yo'q.
voy bo'lish ham qiyin ekan. Qizlar, bilasizlar, bugun mening tug'ilgan kunim. Kechqurun hammalarni klubda kutaman. Borasizlar, a? Boramiz. Zaynab klubga bormaydi. Ahad aka, borib kela qolay. Bormaysan dedim. Bormaysan? Tamom, vassalom. Ko'chada kutib turaman. Klubga boramiz. Menga qara. Sen menga xo'jayinchilik qilyapsan? Bormaysan? Tamom, vassalom. Ko'chada kutib turaman. Klubga boramiz. Menga qara. Sen menga xo'jayinchilik qilyapsan? Nima qilishim kerak? Men seni erlik rolingni o'ynagani chaqirganman. Menga xo'jayinchilik qilgan emas. Erlik rolimmi? Zo'r qilib o'ynab beryapman-a. Sen ham ozgina ayollik rolingni o'ynab ber unda. Qachon mana bu sirk tugasa, ana o'shanda xohlagan joyingga borasan, tushundingmi? Soxta er xotin bo'lsa hamchi. Xotinimni bunaqa joylarga yuborib qo'ymayman. Yo aytganimni qilasan, yoki bo'lmasam hozir dugonalaringga hammasini aytib beraman. Abed qilishga chaqirdingizmi? Zo'ru. Nima aytsam ekan-a? Nima bu? Yo nima? Shu to'lashga pulingiz yo'qmi? To'yimiz bo'lish kerak bo'lgan bola o'ng tomoningizda o'tiribdi. Qaysi? Bu ana o'yishimi? Shunga? Hozir hammaning yonida qo'limni so'raysiz. Keyin esa hammani shotini yopib berishingizni aytasiz. Hayot qiyinlashib ketyapti-ku. Balki kerak emasdir. Hammani oldida masxarabozdek ko'rinib qolaman-ku. So'raysiz. Xonimlar va janoblar, bugun men uchun juda ham muhim kun. Yaqinda uchratgan insonimni barchangizni yoningizda qo'lini so'ramoqchiman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Zaynab, sen hayotimga kirib kelganingdan beri hayotimda ko'p narsalar o'zgarib ketdi. Iltimos, menga turmushga chiq. Yo'q dema. Rozimisan? Rahmat. Bugun barchangizni o'zimni hisobimdan mehmon qilaman. Barchani. Hey. Chiqdingizmi? 1 soat bo'ldi kelgan. Siz biron joy kelmay qoladimi? Shu er tanlashda adashgan bo'lsangiz ham, salonga nom tanlashda adashmagan ekansiz. Olmaliqda eng zo'r bo'lsa kerak-a? Saliha. Men uchun qadrli bo'lgan bir inson ismi. Hali shunaqa odamingiz ham bormi? Sizda yo'qmi? Ha, sizga tashib ketgan. Hazırlaştık. To'yimiz bo'layotganini biladimi? Yo'q. Aytib jinni bo'libman. O'ldirib qo'yadi-yu. Qattiq yaxshi ko'rasizmi? Men sirok yaxshi ko'raman, yogurt yaxshi ko'raman, qattiq yaxshi ko'rmayman. Salihani qattiq yaxshi ko'rasizmi deyman? Ha, shunaqa deysizmi? Juda ham. Bo'pti, uni qo'ying. Qayerga bormoqchi edik? Fotosessiyaga. Qanaqa fotosessiya? Fotozonaga. Qo'ysangizchi. Undan ko'ra bitta zo'r joyga boraylik.
Qayerga? Borganda ko'rasiz. Chiqing. Ey, fotosessiyaga odam. Olib qo'ying, oldi. Qalay? Fotosessiya yoqdimi? Judayam. Bunaqa fotosessiyani bir million berib ham topa olmaysan. Manzarani qarang, chiroyli. Saliha ko'rib, sizni kechirmasa kerak. Bo'lishi mumkin. Chunki rosa Lolazorga olib boring deb so'rayotgan. Mayli. Keyin safar olib kelarman. Ey. Nima bo'ldi? Hech nima. Nima gapingiz? O'zim. Ish qilib siz ham to'y kuni qochib ketmaysizmi? Ayyo. Pulingizni olib qo'yganman. Chidab o'tiraman endi. Siz ham hadeb siqilavermang. Hayotda shunaqasi ham bo'lib turadi. Hozirgi zamonda o'zi erkaklar erkakligini, ayollar esa ayolligini unutib qo'yishyapti. To'yingiz bo'lib o'tgandan keyin adashganingizni bilgandan ko'ra shunaqa bo'lgan ham yaxshi. Ketdikmi? Ketdik. Men